BYD Yuan avtomobilini salon laminatsiya qilishni, ya'ni orqa tarafiga salon laminatsiya qilishni birgalikda o'rganamiz. Bugungi mavzumiz 2026-yilda trendga chiqqan svet, ayniqsa BYD Yuanlarda rosa ko'p kelyapti, xudo xolasa. Adashmasam 20 sm kesib olamiz. Salon laminatsiya kerak bo'ladi bizlarga. Bunaqasiga 1.10 shunday yotqizib olib, ishingiz qilavering, men gapirib turaman. YouTube'ga qo'yamiz, xudo xolasa. Ustani ham ko'rsatib qo'yamiz. Malakali kelajakda xudo xolasa droni plyonchasi bo'ladi. Bu yoq. Chon tarafiga ichkariga ketgan tarafini chiroyli qilib, adashmasam 1 sm qoldirib kesib tashlaymiz. Qayraganda udobство, ya'ni o'ng'ayli ixchamda bo'lishi uchun. Sizlarga bitta fen bilan shundoq qo'lga hejatga kiyib qizib ketmasligi uchun boshlaymiz. Fenda qizdirib yotqizib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi hozirda buvolar qo'li tushib ketgan. Sizlar asta fenni birinchi skorsda qo'yib, yaqin olib kelmasdan qilsangiz bo'ladi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Xudo xolasa bu yoq tarafda Li9 mashinasi bor. Unga broni plyonka tortishni ham xudo xolasa ertaga ko'rsatishga harakat qilaman. Videoni mobaynda qo'yib borishga harakat qilaman sizlar uchun hammasi. İşlerim benim ha. Hop. Fenle kızdırıp yapıştırıp alışıyorsan ortalığı. Eteğini iki tane gitmesi için bir alt tarafını, orta tarafı tomonca 2 santimetrimi. Mesela şuna kadar bir yatırıp oldu. 2 santimetr. Çok kızıp oldu. Hozir endi asosiy joyi bo'lib berdi. Hozir kesib olish kerak. Rezinani ichiga. Qattiq bosmasdan shundoq rezinani yirtib olish mumkin. Shundoq tekis qilib kesib olasizlar. Bir tekis qilib kesib olasizlar va rezinani ichiga qayirib tiqib olasizlar. Bu yoq hozir lishni joyi kesiladi. Ketdi. Tartib, fen orqali bundoq xolos orqaga bundoq qilib bosib, tellab yotqizib olamiz. Tamam, ichkariga shundoq qayirib chiqamiz. Rezinani ichiga kirgandan keyin bu yon tomonni ko'tarmaydi. Bu yon tarafida mana bunda qalin nimasi bor. Bostirib turadigan, zapaska o'rnini bostirib turadigan joylari bor. O'sha bilan to'g'rilashib turadi, xudo xolasa. Endi ortiqcha joyini kesib olsak bo'ldi, bitta fen bo'ldi. Va o'rtasini bitta chiroyli qilib bu yerni 1 sm qo'ygan holda kesiladi, ichkariga qayriladi. Yaxshilab tellab olamiz endi. Xullas, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Yo'llaringiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bu yon tarafda mana plasmas detallarni qo'parib
ichkariga tayyorlab boshqatdan qistirilyapti. Eshiklari ham полностью splashni qilib berganmiz. Orqa eshiklarni ham ko'rsatamiz. Xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangizlar, pastda nomer qoldiraman. Bemalol aloqa chiqib kelsangizlar bo'ladi. Xorazm viloyatida ham, Toshkent shahrida ham xizmat ko'rsatib bera olamiz, xudo xolasa. Ishlarimiz ketyapti. Orqa pulsfera tonirovka oldik. Lyuda pulmasi necha bo'ladi? 70 talik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar. Yo'llaringiz sog' bo'lsin.